Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun kanalimda yana yangi video, stadion vlog. Ya'ni stadiondan bo'layotgan har xil o'yinlarni jonli qanaqa atmosferada bo'lishlari va jonli reaksiyalar, jonli atmosfera hammasini ko'rsatib berishga harakat qilgan holda bugun sizlar bilan Germaniyada xokkey bo'yicha Bundesliga, o'sha Bundesligada Berlinning Eisbären jamoasi München komandasiga qarshi o'z uyida uchrashuv o'tkazmoqda. Ushbu videomda shu videoni iloji boricha yaxshi qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozir mana qalin kiyim olib sekin yo'lga tushaman. Tashqarida bizda havo o'shancha sovib qolgan, ko'rsanglar ham bo'ladi. Yerlar ana muzlagan. O'shanga onam ko'rayotgan bo'lsangiz, shapka kiydim, boshimga xavotir olmang opa. Har doimgidek o'yinga tramvayda и poyezdda ketaman. Hozir sekin chiqib tramvaydan vokzalga ketaman. Shu bilan poyezd. Hozir sirazi bormayman o'yinga, chunki bitta tanish metodi kesin mashina haydashni o'rgataman deb o'shani oldiga ketaman. Sizlarga aytganimdek, Germaniyada kechikishlar siz Germaniyaga deb mana soat 14:55 da ketish kerak bo'lgan poyezd 15:14 da ketish kerak. Yo'q joydan 20 minut tepasidan. Meni hayron qoldirgan narsa kechikmadik. Xo'sh do'stlar, bu orada mashina haydashni ham ozgina o'rgandim. Tipa mashinani joydan qo'zg'atishni, oldinga orqaga harakat qilishlarini, uyga kirib ovqatlanishga ham umid qildik. Endi sekin vokzal tarafga borib, shu bilan stadionga ketamiz. Hozir Berlinga yetib keldim. Endi sekin stadion tarafga qarab ketamiz. Hozir mana stadionga yetib qoldik. O'shga borgandan keyin ham bitta videolarni qo'yaman. O'yinga ham kelib oldim. Hozir o'yin boshlandi, odamlar. O'yin ham boshlandi. Hozir ko'ramiz qanaqa ko'rinish shakllanar ekan. Mana bitta ultralaridan hozir Münchenni o'yinchilari hujumda gol bo'lishi mumkin. Qaytardi, ajoyib sev. Atmosferani qaraylar, atmosferani. Yo-mayo, birinchidan hazillashimman, prosta pauza beribdi 1,5 minut. Münchenlik o'yinchi shtrafnoyga olindi. O'yin juda ham qiziq holatga ketyapti. Hozirgi holatimiz 1-0 ga yutqazyapti Berlin komandasi. Ko'ramiz, hozir oldimizda yana kamida 2 ta time hamda 5 daqiqa vaqt bor. Ko'ramiz, xarakter ko'rsatisharmikan yo'qmi? Sizlarga hozir yana eng qiziq narsani aytib beraman. Imенно qizil komanda sariq kartochka olganda bitta o'yinchi chiqib ketganda rosa xursand bo'lgandim. Keyin bilib qarasam, bu imенно manbalit qilayotgan komanda ekan, bor. Hozir biz tomondan hujum ketyapti. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, o'yinda любой paytida zamin bo'lsa bo'lar ekan, lekin shunisi ham futboldan farqli bo'lsa kerak. O'yin juda ham qiziq ketyapti. Hozircha hali ham hisob 1-0. Bizni komanda yutqizib turibdi. Ko'ramiz endi o'yin oxirida nima bo'lar ekan. Strafnoydan o'yin tashlanyapti. Im ersten Drittel läuft die letzte Spielminute.
O'yinning birinchi taym tugadi. 18 minut pauza, 18 minut voy dod. Drinnen steht zum heutigen Spiel des Hozir pauza ketyapti. O'sha pauza vaqtida sekin bitta muzni yana tekislab olishyapti. Oy oy oy. Let's Hozir o'yinimizning birinchi taymi tugadi. Afsuski oldinda Münchenning komandasi ketyapti. 1-0 hisob. Umid qilamizki, bizni Berlin komandamiz ikkinchi taymda, uchinchi taymda mahorat ko'rsatib turib, ham o'zini nima desa bo'ladi, imенно xarakterini ko'rsatib turib, ushbu o'yinda g'olib kelishadi. Hozir stadionni ko'rsanglar bo'ladi. Imенно Iceberg'ning emblemasi sifatida yaltirab yonyapti. Imam bitta mashinalarni ko'rsanglar bo'ladi. Bular prosta muzni tekislash uchun yana boshqatdan suv sepib tekislab chiqishyapti. Hamda har ikki taraf o'tkaziladigan xokkey o'yinlari. Bunda oyog'ingizda shaybani gol qilishingiz kerak, ya'ni o'sha turgan darvozaga kirishingiz kerak bo'ladi. Hoppa, почти. Bu o'yinning qiziq tarafi shundaki, oyog'ingizda konki bo'lmaydi. Ya'ni oddiy krossovkalarda shunaqa yurishingiz kerak bo'ladi, juda ham sirbanchiq bo'ladi polya. Ikkinchi taym boshlanishidan oldin hakamlar mana chiqib kelib, ozgina razminka qilishyapti. Bundan 1 daqiqadan so'ng o'yinchilar chiqib kelishadi, o'yinga 1 daqiqa qolganda. Bir necha soniyalardan so'ng bizning ikkinchi taymimiz ham boshlanadi. Ko'rsanglar bo'ladi statistikani. Statistika bo'yicha Berlin komandasi juda ham oldinda, lekin baribir hisob ularga qarshi. Ikkinchi taymimiz ham boshlandi. Endi ko'ramiz bu taymda Berlin qanaqa sharofat ko'rsatar ekan. Hozir bo'layotgan hujum bartaraf etildi. Shayba yana yo'qotildi. Endi qarshi hujum München jamoasida yana yo'qotildi. O yaxshi. To'g'risi bugun bo'layotgan o'yin Berlin jamoasi tomonidan juda ham sust ketmoqda, juda ham sust. Bir marta normal zarba ko'rmadim darvoza tomonga. To'g'risi bilmayman qanaqa yutib olishmoqchi. Ikkinchi taymni 4 daqiqasi o'tib bormoqda, lekin hali ham ikki jamoadan bir xavfli hujum ko'rmadik. Voy, uradigan joyga. Bitta sanchadigan odam chiqmayapti-da, bori yana kontrataga ketdi. Hozir yana gol bo'lmasa bo'ldi bori. O'yin juda og'ir ketayotganligiga qaramasdan baribir bizning komanda hisobni tenglashtirdi. Imенно anqaygan paytimda gol urib qo'yishdi bori bular ham. Yana Yevropaning eng mazza qiladigan narsam shu atmosfera, fanatlar atmosferasini ko'rsanglar bo'ladi. 26. Spielminute Tor für die. Mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zi sakrab o'ynashni boshlashyapti. Yana qarshi hujum. Qarshi hujumga aylanib ketdi. Voy, urib qo'ydi. Ya'ni Yevropada fanatlikning zo'r darajasi bittasi komandasi yutqizib turibdi. Lekin shunda komandasiga motivatsiya berish uchun butun fanatlar birga bo'lib qo'shiq aytishyapti. Erkin zarba. Topdan olib qo'yish olmadi baribir. Yana München komandasi hujumda. Berlin jamoasidan hujum yana o'xshamadi, tugatilmadi hujum. Hujum yakunlangani yo'q, hali ham davom etyapti. Hozir gapimga ishonasizlarmi yo'qmi? O'tgan yili kelganimda imенно shu München jamoasi bilan Berlin jamoasini bir-biriga qarshi o'ynagan kelgandim. Hisob 7-0 hisobida Berlin foydasiga tugallangandi. Hozir o'sha 2-1 ga yutib turibdi München bori. Yo München bu yil yaxshi o'ynashni boshlagan yoki Berlin ancha o'zi tushib ketgan. Hozir bo'lsa ekranda sevishganlarni ko'rsatishyapti. Parchkalarni. Os, Berlin, os.
Hozir fanatlar nima deb baqirishyapti, bor. Ayzib berindi, baqirishyapti. Hokkey maza qiladigan tarafim hokkeydan rasa solishib o'ynashadi deb borib bir-birini itarib ana qilib turib futbol bo'lganda 5-6 marta o'sha qizil kartochka bo'lgan bo'lardi. O'yin hali ham o'sha tempda ikkala komandalar ham tinmasdan hujum qilishyapti, lekin hujum o'z yakuniga yetmayapti. Hozir ham sal qoldi. München o'yinchisi sariq kartochka olish kerak edi, lekin oldimi yo'qmi? Opti 2 minutga shtrafnoyga kirib ketadi. Ikkinchi taym hali ham ketyapti. Biznikilar bir kishi ko'p bo'lib o'ynayotgan bo'lsa ham hali ham gol urishmadi. Endi urmasang bo'lmaydi, nimaga tepmaysan? Urush kerak. Hozir bir kishi ko'p bo'lib o'ynayotganda urush kerak. Cho'ta Berlinning komandasi yaxshi o'ynamayapti, bor cho'ta. Esdan chiqib qo'yganga o'xshab o'ynashyapti. Hokkey esdan chiqib qolgan. München wieder komplett. Kurash davom etyapti. Hozir yana urdirib qo'yishadi deb bolalar borib bular kelishdi. Yana parod bo'lishyapti. Bor qanaqadir hujumni yakunlash degan narsa yo'q. Darvozabondan ajoyib seyf. Voy! Hozir Berlin tomonidan yana bir marta hujum. Yana o'xshamadi. Pressing qilib qo'yish kerak edi. Yana parod qilishdi. Yana biznikilardan yana hujum. Ikkinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Hisob hali ham 2-1. Uchinchi taymda jamoamizdan comeback kutib qolamiz. Nagli bo'lishi biri. Ikkinchi taym pauzasida o'yinchidan nimaga yutqizasizlar deb so'rayapti. Nima deyish mumkin o'yinchi? Omadimiz kelmadi deydimi, yomon o'ynayapmiz deydimi? Ikkinchi taymimiz ham tugadi. Haligacha hisob 2-1. Bilmadim, bu safar bizning komandaga nima bo'ldi? Menimcha ikkinchi safar tashlaganga o'xshashyapti. Chunki sabab nimada? Sabab juda ham yomon o'ynashyapti. Bilmayman nimaga unaqaligini. Mana hozir yana muzni tekislashyapti. Pauza tugashiga 10 daqiqa qoldi. Hozir o'yin ketyapti. O'tib ketib qoldi. Yutdi shekilli menimcha. Parod qildi. Endi tushundim bularni ma'nosini. Hozir tep urib turib, mana buni o'rtasiga tushirish kerak ekan. Men o'ylagandim, Vardaga gol urish kerak deb. Hozir ko'ramiz nima bo'lar ekan. Wir haben einen Gewinner. Sie war sehr aufgeregt, kann man wohl sagen. Nichtsdestotrotz verdient gewonnen. Ikkinchi taym boshlashiga ham 1 daqiqa 15 soniya qoldi. Ikki jamoa ham o'sha chiqib o'yinga qizib olishni boshlashdi. Bizlar o'zimizda aytishardi-yu, sudya unaqa deb. Bularda ham aytishar ekan, bor sudyani bugungi o'yinlariga fanatlar unchalik qoniqishmayapti. Drittes Drittel Eisbären Berlin gegen Erseer und der Spielstand 1:2. Shayba shunaqa tez harakatlanadiki, topib olish qiyin bor qatib ketganini. Hujumlarini mazasi yo'q bor, cho'ta bugun Berlinni. Umuman mazasi yo'q. O'yinda hujum qilishyapti, lekin hujumda yakuniy zarbani beradigan o'yinchi yo'q. Cho'ta qornim hozir gol bo'ladi deyapti, bor.
3-taymmi 5-daqiqasi o'tib bo'ldi. Hozir Berlin nimadir qilmasa, bu kechda hozir ochko yo'qotishadi. Hozir hakamlar nimadir bu yerda muhokama qilishyapti. Nima bo'lar ekan hozir? Kimgadir yoki sariq yoki qizil berishadi. Umrimda ko'rmagandim, lekin bu yerda ham xokkey o'yinlarini VAR ko'rib chiqar ekan. Hozir borib mana VARda tekshirishyapti. Menimcha qanaqangidir potensialniy foul bo'lgan bo'lsa kerak, hozir ko'rishyapti. Bu yoqda bo'lsa hakam komandani o'yinchilariga tushirib bo'lganini. Hozir o'yin qiziydi. Nimaga? Chunki raqib jamoa o'yinchisi 2 daqiqa shtrafni oldi. Ya'ni raqib 2 daqiqa bir kishi kam bo'lib o'ynashadi. Oy. Qirq soniyani vaqt qoldi, bitta gol urib olishdi. O'z vaqtini o'zlari yo'qotishyapti bor. Hozir 5 kishi bo'lib o'ynayotgan komandaga gol ura olmagandi. 4 kishi bo'lganda ura olmasa, yana qaytgandan keyin bilmagan nima qilishmoqchi bo'ladi. Hozir juda ham ajoyib hujum bo'lgandan keyin Myunxenliklar tarafdan kontrataka yaxshi ham o'z yakuniga yetmadi. Biznikilardan yana hujum va yana hujum bartaraf etildi. Oy, opasniy, oy, молодец. Oy, yana kirmadi vartaga bor. Oy. Tomoni zarba beradigan odam yo'q deb, zarba beradigan odam yo'q. Oy. Sal qoldi hozir yana Myunxenga gol urib qo'shgan. Oy, seyf jinnisi ko'rgan bo'lsanglar. Jinni seyf bo'ldi. Baratarga borib 150 ochko to'g'risi. Jinni turibdi. Hozir kontrataka ketyapti. Parod qildi bratimiz. Ay, ketdi kontrataka yana. Maloch olib qo'ydi. Kurash ketyapti qopdan olish uchun. Ay, yana kirmadi. Yana bir hujum, ko'ramiz nima bilan yakunlanar ekan. Hozir gol urib qolish mumkin. Oy 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 oy. Oy, Maloch, Varatar jinni seyf qildi. Maloch. Oxirgi time-outdan hamma komandaning murabbiylari foydalanib bo'lishdi. Hozir o'yin davom etyapti. 3-taymni oxirgi 7 daqiqaligi. Iceberg juda ham yaxshi o'ynash kerak, g'alabani qo'lga kiritish uchun, lekin ular bugun unchalik yaxshi o'yin ko'rsatishmayapti. 7-0 yutgan komanda hozir bilmagan qatib ketib qolgan. Hozir yana bitta juda ham yaxshi vaziyat yarashdi, lekin gol bilan yakunlanmadi. Hozir endi Myunxen o'yinchilari kontratakaga o'tib ketishyapti. O'yin juda ham og'ir holatga yotdi. Hozir nicha qilishmasa yutish iloji bo'lmaydi. Nicha bo'ladigan bo'lsa, bo'ladi guruh o'yinlarimi, qanaqa o'yin bo'lishidan qat'iy nazar, penaltilar seriyasi bo'ladi. Oxirgi 2 daqiqa ketyapti. Hisob hali ham 2-1. Ikkala komanda ham bor kuchini beryapti, lekin hozir Berlin ancha qo'shgan va erkin zarba. Hujumlar o'z avjiga chiqyapti, urib qo'ymas. Voy. Pishdi. Hisob 3-1. Ataylab o'yinda yutish uchun Varatarni chiqarishdi, Varatar kamlik qildi.
Mana bu yerda München fanatlari bayram qilishyapti. O'yin tugashiga 40 soniya qoldi. Menimcha hisob 3-1 hisob bilan yakunlanadi. Bugun to'g'risi Berlinni kuni emas ekan. Bugun München berib tashadi borib München Berlinga. O'yin o'z yakuniga yetdi. Yakuniy hisob 3-1 München foydasiga. Shu bilan o'yin o'z yakuniga yetdi. Hisob yakuniy 3-1. Bizning komandamiz afsuski yutqizdi. Umid qilamanki sizlarga o'yin yoqdi. O'yin yoqqan bo'lsa sizlardan like va parcha kutib qolaman. Xo'p, sizlarga